Assalomu alaykum tomoshabinlar. Bugun mana 25 may sanasida sizlarga yangi video qilib ko'rsatib beramiz. Bizlarda bugun sotuvda 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti bor sotuvda. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya, oq rangda. Salonni ichini ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r idealni chopki holatda turibdi. Bu mashinamizda 4-pokoleniya metan gazi bor. Qiziqganlarga naqd pulga generalni ham bo'ladi, оформление ham bo'ladi bu mashinamizga. Agar mabodo sizlarning qo'lingizda $3000 yaqin pulinglar bo'lsa, agar yetmaganiga 3-4 oygacha variantga ham chiqarib berishni iloji bor. Mashinamiz Samarqand shahar Sagdiana yangi yo'lda turibdi, shu Lacetti'miz. Xo'sh, bu mashinamizda tan narxini $5500 baho qo'yilyapti. Kelib ko'rsanglar, yana oz-moz kelishtirib beriladigan joyi bor. Ko'rishingiz mumkin, zo'r holatda turibdi. Mana motor xonalarini ham ichini ko'ramiz. Tashqalari butun, zakonni. Ikkinchi pozitsiya. Metan gazlar o'rnatilgan, tayyor. O'zi savdomizga kutib qolamiz, kelaverasizlar. Samarqand shahar Sagdiana yangi yo'lda shu Lacetti'miz turibdi. Kanalimizga yangi bo'lganlar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videolarni birinchilardan kuzatib borasizlar. Boshlang'ich to'lov hozir $400-200 bosh to'lov bilan Damaslarimiz bor. Yana 28 million so'mga generalnisi ham ichida bo'ladi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz ham bor sotuvda. Salonlar ham ishlari normal holatda turibdi. Savdomizga kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Matizimiz bor. Variantga so'raganlarga $2200. 2004-yil.